Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Xalq deputatlari Urganch tumani kengashining 2025-yildagi faoliyatini tahlil qilish va kelgusi vazifalarni belgilab olish maqsadida brifing o'tkazmoqdamiz. O'tgan 2025-yilda kengash faoliyati xalq bilan ochiq muloqot, hisobdorlik va amaliy natijaga yo'naltirilganligi bilan izohlanadi. Bu ma'ruzamizda amalga oshirilgan ishlar, mavjud muammolar va istiqboldagi yo'nalishlar haqida atroflicha ma'lumot berishni maqsad qilganmiz. 2025-yilning o'tgan davri davomida tumanda 13 ta kengash sessiyasi o'tkazildi. Sessiyalarda umumiy hisobda 131 ta masala ko'rib chiqildi. Ular orasida 33 ta hisobot tinglandi, 27 ta axborot eshitildi, 3 ta muhokama etish, 2 ta nazorat tahlil tadbirlari va 66 ta boshqa masalalar ko'rildi. Natijada 131 ta qaror qabul qilinib, asosan quyidagi yo'nalishlarda bo'ldi. Ijtimoiy himoya va aholining turmush darajasini oshirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash, yoshlar bandligi va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori va farmonlari ijrosi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Senat kengash qarorlari ijrosi va boshqalar. 6 ta masala siyosiy partiyalarning dasturiy maqsadlariga muvofiq bo'ldi. Ijro organlari rahbarlarining faoliyati muntazam nazorat qilindi. Jumladan, hokim va uning o'rinbosarlarining 12 ta hisobot va axborotlari, tegishli tashkilot rahbarlarining 22 ta hisoboti, ichki ishlar va boshqa organlarning 4 ta hisoboti, prokuratura, adliya, xalq qabulxonasi va boshqa tashkilotlarning 19 ta axborotlari, doimiy komissiyalar va deputatlik guruhlarining 8 ta axborotlari tinglandi. O'tgan yil davomida deputatlar tomonidan 73 ta deputatlik so'rovi yuborildi. Shundan 65 tasiga o'z vaqtida javob olindi, 8 tasiga muddatidan kechikib javob berilgan. Eng ko'p murojaat qilingan masalalar obodonlashtirish 24 ta, chiqindilarni olish 11 ta, ichimlik suv ta'minoti va kanalizatsiya bo'yicha 10 ta, elektr ta'minoti 9 ta. O'tgan 2025-yil davomida 173 ta uchrashuv o'tkazilib, 86 marotaba kengash deputatlari tomonidan o'z saylovchilariga axborot berish maqsadida uchrashuvlar o'tkazildi. Aniqlangan 85 ta muammoda 29 tasi hal etildi. O'tgan yil davomida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 11 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 9 tasi hal etilgan, 2 tasiga tushuntirish berilgan. Elektron xizmatlar va ochiqlikni ta'minlash bo'yicha kengash orqali 131 ta qaror e'lon qilindi, 12 tasi yopiq etib belgilandi, 16 ta qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Shulardan 9 tasi normativ-huquqiy tusdagi qarorlar hisoblanadi. Media faoliyat doirasida 307 ta axborot tarqatildi. Shundan 68 tasi veb-sayt orqali, 8 tasi bosma nashrlar, 14 tasi televideniya va radio orqali hamda 217 tasi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Bundan tashqari, deputat xalq orasida shior asosida har bir deputat o'z saylovchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lishiga e'tibor qaratildi. Xalq deputatlari kengash faoliyatida asosiy mezon bu xalq manfaatlarini ta'minlash, ular bilan ochiq muloqotda bo'lish va har bir qarorni amaliy natijaga qaratilgan holda qabul qilishdan iborat. Biz kelgusida ham aholi ishonchini oqlash, shaffoflik va samaradorlik tamoyillariga sodiq qolgan holda ish olib boramiz. Yil yakunigacha qonunchilik, nazorat va xalq bilan muloqotni yanada takomillashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Bugungi brifingimizni yakunlar ekanmiz. Kelgusida barchangizni hamkorlikka, ochiq muloqotga va mas'uliyatli faoliyatga chaqiraman. E'tiboringiz uchun rahmat.